Yo, bitta uyda ikkita oq uka yashaymiz-a-de. Nimasi yoqmayapti senga? Men tushunmayapman. Chiqib ket, tamom, bu uyda men qolaman. Voy adasi, bu yoqqa qarang. Yo'q aka, men rozi emasman. Akaga gap qaytarma. Uy talashishyaptimi? Yo'q, to'g'ri kelmaydi aka aytgan narsangiz. Men rozi emasman. O, akani gapiga quloq solasam, yo, burriyman hozir. Ey, O, hadi. ha. Ikkalang ham bitta qorindan talashib chiqib, endi bitta uyga sig'mayapsanlarmi, ha? Nima qilganing bu? O, biza uy talashmayapmiz-a? Nima gap o'zi? Bu yerda boshqa gap bor, ha? Ha. Nima gap? Mana o'g'lingiz tushunmayapti. Xullas, Voy, namuchuy ko'p. mana shu ko'p uylardan bittasi endi senga hayitli. Ol. Uymi? Landhouse kompaniyasi sokin makon loyihasidan 3 xonali uy hayitli. Senga. Rahmat aka. Faqat bitta shartim bor. Qanaqa shart? Ota-onamiz men bilan eski hovlida yashashadi. Yo'q, unda oling uyingizni aka. Kerak emas aka uy. O'g'ring, men ota-onamni uyga almashmayman. Hazillashma. Bu tayyor uy. Pat kulish beradi. Yana kamiga 2 oydan keyin kadastri chiqadi. Bunga ishonaman, lekin ota-onam bilan yashaganim yaxshi aka. Uyingizni ololmayman. Kerak emas. Yo'q aka. Uy bermayman senga, hayitli. Ololmayman. 3 xonalik degin, 3 xona. remonti bormi? Tayyor borib yashasa bo'ldi, kalti bilan topshiradi. Shundoq uyni olmadingmi? Yo'q. Olmayapti. Tuppoy ekansan. I. Ol hujjatni bu yoqqa. Ah. Mana. Onasi, Labbay, endi narsalaringni yig'ishtir. Yangi uyga ko'chamiz. bo'ldi, xo'p bo'ladi. Borib narsalaringni yig'ishtir. Qaysi birimiz bilan yashaysizlar? Aytmadinglar-ku. Ey. Qara mana bu yerga. Senlarni katta qilaman deb boshimga bitta ham soch qolmadi. Endi bizlarni tinch qo'yinglar. Biz ham bir maza qilib yashaymiz. Xo'p. Qani qo'llaringni ochinglarchi? Hayitlaring muborak bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Xo'p. Onajonisi. Hayiting bilan. O'zingiz ham